Oilada asqatadigan oddiy shifoliq retseptlar. Birinchi, kana yallig'i. Cho'ng purchaq o'yitma suyini bir qancha kun iste'mol qilsangizlar, kasal tüp yiltizdan saqaydi. Ikkinchi, bel og'riqi. Yarım kilo kuda, ya'ni jusayni qaynatib, ochiq suv qo'yib ichsangiz 3 kundan 5 kungacha unumini ko'rasiz. Uchinchi, qani seyish kesli. Say kavusini qaynatib ichsa manfaat qiladi. To'rtinchi, uyqusizlik. Yer yanqining yopirmoqini qaynatib, kechlik iste'mol qilsa manfaat qiladi. 3 kunda unumi ko'riladi. 5. Zukam. Zanjibildan 10 yaproq, oq turupdan 10 yaproq, qor shakarni qo'shib qaynatib iste'mol qilsa, butun badandan ter chiqsa, bir kunda yaxshi bo'lib ketadi. 6. Yo'tal. Apelsinning ichiga puroqlik moy qo'yib isitib yeyish. Har kuni 3 qatim, har qatimda birdan 2 talg'ich yeb bersa, 3 kunda unumi ko'riladi. 7. Dams qilish. O'rik meg'izdan ozroq, asaldan ozroq ilib qaynatib ichsa manfaat qiladi. 8. Yuqori besim. Ko'mmoqunaq boshqani qaynatib choy o'rnida iste'mol qilsa, yarim oyda unumi ko'riladi. 9. To'lg'oq. Kunjitdan 120 gram, yeshil purchaq 120 gram. İkkisini ezib kuniga 3 qatimdan 5 qatimgacha iste'mol qilsa, unumi ko'riladi. 10. Bosh qiyish, bosh og'rish. Buduşqaq urqiga ozroq qor shakarni qo'shib qaynatib iste'mol qilsa, 7 kunda unumini ko'rgili bo'ladi.